Assalomu alaykum kuzatuvchilarimiz. Bugun pomidor ekilgan paykal kelganmiz. Bu yerda tonna pomidor ekilgan. Ko'rishlaring mumkin. Dehqon ham bilsa bo'ladi. Qari odam zo'r o'ltirib qo'ygan. E'tibor beringlar mana. Bir marta dori solindi. Bir marta dori solgan, o't qaranglar. Shunda o't. O'ltirib qo'ygan, lekin mana hozir e'tibor berishdan so'raymiz. Hozir meva katta olgan qaranglar mana. Katta qattiq. Mana qattiq zo'r. Bu mevani qaranglar, bir tutda mana. 1 2 3 ta qizargan 5 ta 6 7 8 ta 10 12 13 15 ta. Bitta shoxini o'zi 15 ta meva. Qaranglar, asosiysi meva juda katta, yirik, xil qattiq, bozorga. Bu bitta shu pomidor bo'ptiki, otasiga rahmat deydigan joyda. Mana. Dehqonga yuzlanamiz. Nima deysiz, dehqon aytingchi? Holati Yaxshi ekan tonnasi. Qarog'oma aytganimizdek qaralganimiz yo'q, siz aytgandek. Vaqt ham bo'lmadi, shunchaki ekib qo'yilgan narsa shu hosil berilyapti aka. Baraka toping. Onna ishlasa yaxshi bo'ladi aka. Zo'r ekan, qarang. Tonna degan sort ekan. Xurmongizga baraka aka.